Xullas, hech qachon xitoyliklarga turmushga chiqmanglar. Chunki xitoylar bilan turmush qurganinglarda ular sizlarga birinchi beradigan savoli, "Nima qilib qilish bilasan? Uyimda logika, xizmatkorlik qilasanmi?" deb so'rashmaydi. Ular sizlardan kelajakdagi orzularinglarni, maqsadinglarni nima qilmoqchisan, o'qimoqchisanmi deb so'rashadi. Ikkinchidan, sizlar ularning uyiga borgandan keyin oila xizmatkor sifatida emas, ularning xotin, oila a'zosi, ya'ni yana bitta yangi oila a'zosi sifatida qabul qilinasizlar. Ya'ni sizlar uyiga borib, ertalab turib, ko'chadan supurib, hammaga qarab, xizmatini qilib, ya'ni bola tug'ib berib, yana pul ishlab, gap ham eshitishinglar kerak emas. Keyingi o'rinda onasining gapidan chiqmaydigan, naskisini ikkinchi point topolmaydigan bolani ham xizmatini qilib, ham gapini eshitib, ham ota-onasiga xizmatkorlik qilib o'tirmaysizlar. Keyingi o'rinda eringlar sizlarga ishlab kelgan pulni doim sizlarga beradi. Qancha pul ishlashidan qat'iy nazar, doim kelib sizlarga beradi. Chunki Xitoy oilasida ayol kishi oilani boshqaradi, erkak kishi emas. Uyda siz faqatgina xizmatkor emassiz. Xitoyliklarning uyida siz hech qachon ovqat qilish majbur emassiz. Eringiz ishdan kelib bo'lsa ham qiladi, ishdan kelib bo'lsa ham o'zini kiyimini o'zi yuvadi. Siznikini ham yuvadi. Mana erim ishdan kelganda ovqat qiladi, ishlarini qiladi, kiyimlarini yuvadi, menikini ham yuvadi. Urushib qolganlarda nima bo'lsa onasini aytganini qilib, o'zini fikri, shaxsiy fikri yo'q. Faqat odamlar nima deydi bilan yashaydigan odam emas ular. Nimadir bo'lsa, siz o'sha narsadan baxtli emasmisiz, aytasiz, men bu narsadan baxtli emasman, menga bu yoqmayapti. U sizni anaqa iloji boricha hayotingizni baxtli qilib yashashingizga harakat qiladi. Sizga yoqmagan narsalarni qilmaydi. Masalan, meni erim avval ko'p ichardi, keyin ko'p chekardi. Men bilan turmush qurishdan oldin. Chunki bunaqa xitoyliklar gap oddiy hol. Kechqurun o'tirib, anaqa masalan, o'rtoqlar bilan ishlayotganda, ishlagandan keyin o'tirib ichib anaqa qilishgan. Ularda alkogolga ta'sir kam, bilan alkogol kam anaqa bo'lgani uchun ham bular mast bo'lib qolishmaydi-da. Lekin menga bu yoqmagani uchun men aytdim, menga yoqmaydi. Keyin erim aytdilar, agar bu seni baxtsiz qilayotgan bo'lsa, buni tashlayman, ichmayman boshqa. So'raydilar, masalan, nimadir bo'lsa, bizda mashinaga o'tirish bor. Mashinaga pivo yoki bir nima ichiladi. Maylimi borsam yoki bormasam maylimi yozarlar. Men okey yoki yo'q deyman. Kasalmisiz bo'ldi, o'zi sizni darrov siz sog'lig'ingizga e'tibor qarashadi. Oilaviy. Masalan, qaynonangiz ham, qaynotangiz bo'lsa qaynotangiz ham, eringiz ham, hammasi siz sog'lig'ingizga qarashadi. Siz birinchi o'rinda. Siz xohlaganingizcha ishlaysiz yoki xohlaganingizcha o'qiysiz. Agar ishlashni xohlamasangiz, shunchaki uyda baxtli bo'lib qolgan narsalaringiz bilan shug'ullanib yashashingiz mumkin. Masalan, siz kitob o'qish yoqsa, xohlaganingizcha kitob o'qib, shug'ullanib yursangiz bo'ladi. Eringiz dam olish kuni qanaqa o'tadi? Qayerga borasizlar? Birga nima qilmoqchisizlar yoki mansab olmoqchisizlar, uni siz hal qilasiz. Doim siz aytganingiz bo'lasiz. Mansab olmoqchimisiz? Albatta borasizlar, olasizlar yoki borasizlar, dam olasizlar. U sizning qaroringiz. Qaynonangiz bo'lsa, siz faqat qanchalik yaxshi ish qilishingiz yoki qanchalik anaqa ovqat qilishingizga qarab emas, siz shunchaki kelin sifatida, qiz sifatida yaxshi ko'radi va sizga ayniqsa homilador vaqtingiz juda ham mehribon bo'ladigan inson bo'ladi va sizni juda ham yaxshi ko'rib, doim ovqatlab pishirib berib, siz yoningizda bo'ladigan onaga aylanadi. Sizga doim eng yaxshisini ravo ko'radi. Masalan, men erim nimadir bo'lsa, masalan, tug'ilgan kunim keladi. Bir oymi qoldi tug'ilgan kunimga aytadilar. Men hozir iloji boricha tug'ilgan kuning uchun ko'proq harakat qilaman. Chunki men tug'ilgan kuning kamtar olishni uchun xohlamayman. Bu seni tug'ilgan kuning, seni kuning, seni orzularing, seni kuning. Uni men eng yaxshisi qilishim kerak dedilar. Xullas, hech qachon xitoyliklarga turmushga chiqmanglar. Agar turmushga chiqsanglar, mana shunaqa yaxshi hayot ko'rishinglar mumkin. To'g'ri. Men hozir ba'zi birlar haqida gapirdim. Agar o'zbeklarning hammasi bunaqa emas. Haqiqatdan men xotinimga bunaqa yomon hayot ravo ko'rmayman. Hayotimga eng yaxshisini ravo ko'raman degan o'zbek o'g'illar juda ham ko'p. Faqat nima uchun men minus tarafini gapiraman? Chunki biz yaxshi tarafini emas, minus tarafiga qarab o'shalarni yaxshilashga harakat qilishimiz kerak. Mening fikrimcha.